Bu tane sindap susti aporaga o'ralib o'stirilgani 350 ming so'm. Baquvvat bo'ladi. Holati o'ta zo'r. Ko'stiri bakligi mana shu bo'ladi. Son cheklanmagan, xudo xolasa, miqdori ko'p. Bitta bo'lsa bitta, 10 ta bo'lsa 10 ta zakot bersalar bemalol chiqarib olamiz. Hammasi holati bir xil. Ideal. Asosan namlikni yaxshi ko'radi, baklariga sprey qilib turganda yoqtiradi. Bu ham quyosh tegib o'tadigan joyda tursa, unaqa baklari ola-bula bo'lib, pyo'stri bo'lib, shunaqa bo'lib turadi. Agar quyosh tegmaydigan salqin xonada bo'lsa, baklari qop-qora bo'lib ketib qoladi. Mana ko'rsatib qo'ying.